O'smir yoshdagi bolalarimizda gipotireoz. 15 yoshli qizimizda gormonal buzilish kuzatilyapti. Tireotropni gormon normadan oshib ketgan. T4 svobodni gormon, bu qalqonsimon bezi gormoni normadan pasayib ketgan. Eng asosiy shikoyatlaringiz? Maktabda uxlab qolish, holsizlanish, charchash, sal narsaga yig'lab olish. Jizzakilik, gap ko'tara olmaslik bo'ladimi? Xotirangiz yaxshi? Hayz siklingiz har oy vaqtida keladimi? Terida qurishishlar? Ichingiz har kuni regularni keladimi? Suv ko'p ichasizmi? Bo'yim o'sishdan qiynaladi. Qalqonsimon bezingizda muammo bo'lsa, albatta past bo'ylik ham kuzatiladi. Bu bemor qizimiz oldingi yil ham menga murojaat qilgan. Qalqonsimon bezida hali gormonal buzilish kuzatilmagandi va bu qizimizga yod preparatlarini qabul qilishni tavsiya qilgan. Lekin 1 oy davomida qabul qilgan va 1 yil davomida meni qabulimga kelmagan va yod preparatlarini umuman tartibsiz iste'mol qilishni boshlagan. Va 1 yildan keyin shikoyatlari yana ham og'irlashib, ahvoli yana ham yomonlashib kelgan va gormonal tekshiruvlarni tekshirganimizda qalqonsimon bezida tiroksin gormoni juda ham kamayib ketgan. Agar gipotireozni ham vaqtida davolamasak, bu qizimizda hayz siklining buzilishi va bepushtlikkacha ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun farzandingizni vaqtida gormonlarni tekshirtiring va yod preparatlarini qabul qilishini nazorat qiling.